Kadiz kompaniyamni boshlig'i qaynonam bilan kompaniyaga kelinglar, birga ovqatlangani boramiz. Faqat makiyaj qilmasdan kelinglar, vizajistni chaqirib qo'yganman, chiroyli qilib makiyaj qilib qo'yadi dedi. Men umrimda vizajistga makiyaj qildirmaganman, Kadiz qaynonam esa faqat to'y kunlari bir marta makiyaj qildirganlar xolos. Makiyaj qilmasdan kelinglar degani uchun Kadiz qaynonam bilan mashinada bir-birimiz yuzimizga qarab rosa kuldik. Chunki makiyaj qilmasdan u joyga borish biz uchun sal g'alatiroq tuyuldi. Koreyada mashinani oldingi o'rindig'iga o'tirsangiz xavfsizlik kamarini taqishingiz kerak. Biju kompaniyasiga ham yetib kelib oldik. Ofisga chiqib qarasak, stolni usti to'la kosmetika ekan. Bu yerda kompaniyamizning boshlig'i vizajistga mehmonlarimizni chiroyli qilib makiyaj qilib qo'ying deb iltimos qilyaptilar. Stolni ustini to'ldirib, uxodoy kosmetika va bo'yanadigan makiyaj qiladigan kosmetikalarga to'ldirib qo'yishibdi. Birinchi bo'lib Kadiz qaynonamni makiyaj qildirdik. Qaynonam juda ham uyalib ketdilar. Chunki atroflarida 4-5 ta odam videoga rasmga olayotgan edi. 54 yoshli Kadiz qaynonamni makiyajiga birdan boshlab 10 gacha baho berib keting.